Yana bir assalomu alaykum qadrdon akalar. Belarus texnikalarini obzorni qisqagina narxlarini tanishtirib o'tib ketdim. Endi navbat yangi texnologiya asosida chiqqan Yuto texnikalari haqida. Xo'p, eng kichkinasi qator orasi bog'dorchilikka asosan ishlatiladigan texnikamiz 350 to'rdan boshlaymiz. Xo'p, 5 kabina varianti. Hozirgi kundagi narxi 130 million so'm. Qadrdon akalar, bemalol kelib xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Xuddi o'sha variantni Yuto 354 modelini kabinkali varianti. Ko'rishingiz mumkin, ancha baquvvat. Qadrdon akalar, ko'rishingiz mumkin. Buni narxi, hozirgi kundagi narxi 140 million so'm. Bularda ham boshlang'ich to'lov 25% to'lov asosida 1 yildan 3 yilgacha o'sha to'lov asosida bemalol olib chiqish imkoniyatiga egasiz. Keyingi traktorimiz Yuto 454 5 kabina varianti. Anchagina baquvvatroq texnika hisoblanadi. Bog'dorchilikka ancha zo'r effekt beradi bu texnikamiz. 5 kabina varianti 454 145 million so'm. Akalar, naqdga keling, 5 million skidkasi bor. Javob: keling, olib keting. Yoki-da boshlang'ich 10% yoki 25% to'lov asosida 1 yildan 3 yilgacha, 25% to'lov asosida bo'lsa har 6 oyda to'lov asosida grafik bilan olib chiqib ketish imkoniyatiga egasiz. Yoki-da 10% to'lang, oyma-oy to'lab bemalol bir kunda ishingizni bitirib keting. Xo'p, 454 kabinkali variantini tashqarida ko'rsatib o'tib ketdim. Uni narxi 160 million so'm akalar. Xo'p, undan keyingi texnikamiz 554. Xo'p, 554 modelimiz Yuto 554. 55 ot kuchi. Uni oldingisi 45 ot kuchi edi. Shuni aytib o'tishingizdan chiqdi. 55 ot kuchi traktorimiz Yuto 554. Balonlari kattaroq, orqa naviskalari baquvvatroq. 5 kabina varianti. Bog'dorchilikka ancha effekt beradigan texnika bu. 195 million so'm akalar. Hozirgi kundagi narxi. Keling, naqd to'lov grafik asosida bo'lsa, naqdga 190 million so'm. Boshlang'ich to'lov bilan 10% yoki 25% bilan bemalol chiqib ketish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, bu texnikamizda ham kabinali variantini boya tashqarida ko'rsatib o'tib ketdim shekilli. Kabinkali varianti 220 million so'm. Unda ham 5 million skidka bor aka. Naqdga keling, bemalol olib keting. Bundan keyingi texnikamiz solishtirib o'tib ketay. Anchagina baquvvatroq. Balonlari kattaroq. Orqa naviskasi ham kuchli. 654 ot kuchiga ega Yuto 654 texnikamiz 65 ot kuchiga ega. 5 kabina varianti. Bu akalar 82 qilgan ishni qilib yuribdi. Bizada obunachilarimiz ichida bor. Texnika vafshi zo'r deyapti akalar. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, 654 5 kabina varianti 240 million so'm. 5 million skidkasi bor akalar. Navbat buni kabinkali variantiga keldi. Xo'p, 654 kabinkali varianti akalar. Orqa naviskalariga bir e'tibor bering. Video ozgina cho'zilyapti, lekin sizlar uchun ma'lumot berib o'tib ketishimiz kerak. Orqa naviskalari yaxshi, baquvvat. Ishlash jarayonlari zo'r, video lavhalar ham bor akalar. 654. Akalar, bitta yaxshi tarafi bor. Oynalar joylashuvi har tomonlama chiroyli ko'rinadi bu texnikamizda. Xo'p, konditsioner radiosi mavjud.
bemalol kelishingiz mumkin. Radiosi ko'rinmay qolibdi mana. Konteynerlari, ishlash mexanizmlari ham vahshiy zo'r. Zamonaviy texnologiya bu. Akalar, bemalol kelib olib ketish imkoniyatiga egasiz. 654 kabinali varianti 265 million so'm aka. Ha, aytgancha Yuto texnikalarida xabaringiz bor. O'zlari mana bunaqa toshlarni zavod tarafdan chiqarib berishadi aka. Bemalol kelishingiz mumkin. Har bitta toshning kilosi 20 kilodan 6 ta tosh bo'ladi. 120 kilo oldi toshi bor. O'zida mavjud bu texnikamizda. 654